Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben potmuçuk balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来展示给你看。水底小英雄就是我们，水底小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是假世纪。Oğlumla konuq düşürüşünü bilmeymen. 水底小英雄就是我们，水底小英雄就是我们。 Bizga uxlash yeri keldi. Müşk yigit velosipedga ishonch qilolmadi. Oh! Sizlar menga yetishmaysizlar. Oh! Hey! Mashinaning roli bu yerda nima qiladigandı? Qaranglar. Yana bir chaqma bor ekan. Yana deha orqani ko'rish anigimi turdi. Nimish bo'lgandi? Wow! Qaraganda biraz ko'pchilik mashinasini o'g'irlab, uni bu yerga do'lab qo'ygan o'xshaydi. Kimning qilganligini cho'qim tepib chiqayli. Uxlash kimlik asmatlar. Otlanayli. Sinab kirib kechiga qutqizing dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atrof taxt bo'lib turdi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba berdi. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Gary bo'lsa, Men potmuçuk balvan. Kondo bo'lsa, Men müşk yigit. Biz müşk mashinaga o'ltirib baqchiga qaytib qarab boqayli. Nima? Müşk mashina nega ketgandi? Biz bir aeroplanga o'ltiraylik. Yo'q, mening bir aeroplanim ko'rinmaydi-ku. Potmuçuk balvan mashinam yo'qtirdi. Bo'ldi. Agar qatnash quroli bo'lmasa, qanday harakatlanamiz? Bo'lmasa biz minib sinab boqamdik. Velosiped sinab yiqishga arziydi. Sen velosipedni yaxshi minasan-ku. Odatda velosiped minsa bek yaxshi. Biroq jinoyatni to'sish uchun cho'qim mashinlarimiz bo'lmaydi. Biz yana sinab ko'raylik. Askarlarni tepishdan biri bizning amalimiz yo'q. Mayli. Velosiped minayotganimizga faqat ishongim kelmaydi. Tez bo'l müşk yigit, bek ko'ngillikan. Qaranglar, biz bilan tomga cho'plisha olayman. Tushib ketishdan ansirmisam u bo'ladi. Sen uni minib uchib sinab boq, müşk yapılaqqa. To'g'ri deding, sinab boqay. Men yerga azaldan bunday mukammal qo'nib boqmagan. Müşk yigit, sen velosipedga minib o'zingni olaydiqlarni sinab boq. Belki payzi bo'ladi ekan. Balkim shundaqdi. Biroq hargizmi mening müşk mashinamdek payz emas. Tez bo'linglar, biz bog'chaga bilib berib ko'rib boqaylik. Devlab qo'yilgan bu xarita mashinaga qaranglar. Ichidan yana ovoz chiqyotadi-ku. Yaxshi, biz qarab boqaylik. Mening müşk mashinam. Sen nima qilmoqchi, Romeo? Sen bizning mashinamiz bilan bir aeroplanni qanday qilib kelding? Oddiy. Men faqat kunduzi xislatlik elektromagnetim bilan bir qism mashinalarni yeb keldim. Sizlarnikini tatib kelishni o'ylab boqmabdi ekanman. Bizning narsimizni xohlagancha oson bo'lmaydi. Shu sizlar avu qo'tir velosipedni minibsizlar-da. Nima? Kim o? Menmi? Ya'ni kim bo'ladi? Anlabdir, Romeo. Sen boshqalarning mashinasini o'g'irlasan bo'lmaydi. Ya'ni bizning mashinlarimizni xohlagancha yeb kelsan bo'lmaydi. Sen nimishqa minib ketsan? Hammani olmadi. Men sinab yiqib oxirida eng yaxshisini yeb qolaman. Eshib qolganni sizlar aytdinglar. Ularni bir magnet bilan mijivdiman. Nima? Ding 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 ding. Ding ding ding. Kimning Romeo bilan birga aydiksi bu? Ha ha. Mening bir aeroplanim. Tez uni qo'g'laylik. To'xta, velosiped minib unga yetişemaymiz. Agar müşk mashinani qaytarib oladigan bo'lsak, mashina bilan qo'g'lag'ili bo'ladi. Qaranglar, buning bilan cho'qim hilqi magnetni kontrol qilg'ili bo'ladi. Biroq biz uni ishlatamisak, navod mashinalar bilan bir aeroplanni buzib qo'ysa qanday qilamiz? Biz velosiped minayli. Chopsan bo'l, u yiriqlab ketdi. Biz bunda qilib uning hargiz yetişemaymiz. Uni yetişemaymiz.
Ben uçup berip onu tartıp düşüray. Patmuçuk polvon velosipedinden kayniga otursun. Sen dereceden taşqara uçqar müşik arqılı onu yapma. To'g'ri, o'zimning tongda kuchi bilan burkut aeroplanini tutib olaman. Mushuk yigit. Velosipedni yo'ntab atqilimi mushuk ovoz to'lqinini qo'yib bergilim bo'lmaydi. Men berib mushuk mashinamni qaytarib bergilaman. Amisi bizning planimizchi. Tez yerga qo'n Romeo. Ben sana yetişip aldım. Velosiped bilanmi? Ham xiyol qilma, hamaqat qo'sh. Meningcha yerga sen qo'ysan bo'g'dak. Ben Romeo'nu yerga boshlab tushdim. Mushuk yigit, patmuchuk polvon chiqola. Hozir yolg'iz men qoldim. Biz mushuk yigitga muhtoj. Ötünüp qalay. Ötünüp qalay dedim yıqılay. Xayr, xo'sh, uxlash kiyimlik Azmat. Patmuchuk polvon. Mushuk yigit ne ketdi? Sınıf baqaylimi? Yeşil rangliki. Yok. Mushuk yigit, seni yordam qilarmikin deb umid kutgandik. Romeo qochib ketdi. Cho'qim yordam qilaman, lekin mushuk mashinamni haydashim kerak. U keldi, yushurni olayli. Bu burkut ayrıplar yaman emasken. Bilmedim bularning ichida texmi yo'qsi bormidi? Ding. Endi qaysi mashinasini baqsam bo'lar? Mening patmuchuk polvon mashinam. Ansirma, sening mashinan ucholmaydi. Biz velosipedlik berib uni qo'rchib olayli. Mayli. Pek yaxshi bo'ldi. Faqat 3 chiqish yo'li bor. Ko'chaning oxirida yoki bo'lmasa binoning old tarafida. Meni yana bir tarafdan to'say. Sizlar mushiyat turib turinglar. Mushuk yigit, agar Romeo mashinani kayniga qaytarmoqchi bo'lsa, sen darajadan tashqari ushqir mushukni ishlatib chiqish yig'izini to'sib olgin. Bu qitim uni cho'qqin tutib olamiz. Bilamsan, agar mushuk mashinam bo'lsa, mushuk ovoz to'lqini bilan uni to'sib olardim. Mushuk yigit, yo'q, endi unda qilma. Yeşil kunupka bo'lmasa, ko'k kunupka o'xshaydi. O emaskan. Endi faqat qizil kunupkali qoldi. Cho'qimmi shu? Yani şu uxlash kiyimlik Azmat meni zeriktirib o'ldiray demdiki. Unda qaldirab ketma Romeo. Qaraganda ba'zilar o'shini topsa bo'g'dak. Hechnim bo'lmagansiz. Hechnim bo'lmadim. Lekin u meni paylarimni yo'l qilib o'tib yana qochib ketdi. Nimish bo'ldi? Bu qitim yana bizga yordam qilmading. Yana mushu ish. Men agar mushuk mashinaga bir ish bo'lsa mendan ko'ma. Mening mushuk mashinam. Uxlash kiyimlik Azmatlar texnicha o'zining kichik velosipedi bilan birlikkan. Qaraganda tayoq yegiz kelgan o'xshaydi. Hech kim birodarlarimga ziyon yetkazmaydi. Yetinglar. Darajadan tashqari mushuk sakrishi. Qani qarab tur velosipedga soltak. Mushuk ovoz to'lqini. Qaytinglar. İş bundaqla tügümaydi uxlash kiyimlik Azmatlar. Sizlarning bu qo'tir narsalarning hech qaysi meni kashfiyatimga yetmaydi ekan. Shunga hammasini vayron qilib o'taman. Pek yomon kelsan mushuk yigit, sen boya bizni qutqizib olding. Rahmat. Velosipedim o'zini bir kesib qo'ydi. Hatto uni mushuk mashinamda qoldi deb o'ylab qoldim. Velosipedni yoqtirib qolganidan xush bo'ldim. Romeo mashinlarimizni vayron qilib o'tmoqchi. Meni bo'ladi ekanman, herkes unda qilmaydi. Velosipedimning yomonligini bilib yetdim. Men uning tayinib Romeo va uning tajribasini mag'lub qilaman. Uxlash kiyimlik Azmatlar o'tirg'i chiqdi. Darajadan tashqari ushqir mushuk. Ulanı joyiga qo'y Romeo. Kaynaga yan kishini bizar qiladigan uxlash kiyimlik Azmat. Bo'lmasa men mashinani xuddi qonaldirib qutini mijg'an deb mijib tashlayman. U nega ketgan-du?
Darajadan tashqari ushqirmish velosiped. Yo'q. Qo'limga tushdi. Uni ilvag'ini ularning hech qanday foydasi yo'q. Men tajribaxonamda magnitni kontrol qila olaman. Mashinlarimizni vayron qilmasang mayli, biroq o'zingning tajribaxonasimi vayron bo'ladi. Men bu knopkalarni qanday ishlatishni bilib bo'ldim. Yo'q, uxlash kiyimlik azmatlar, otlayli. Kimiyini ko'ramiz. Kishini bizlar qiladigan vez bitgan taqla. Bularni qaytirib olganimiz pek yaxshi bo'ldi. Shu emasmi, men mashinamga bek oldim. Bizning nayt qaltiz. Garchi ularning xislatga iqtidor bo'lmasa-mu, lekin ular mashinamizni qaytarishga yordam berdi. Lekin ular bu mashina joyiga olib yetamaydi. Shu darajadan tashqari kuch qo'lni ishlatmasak bo'lmaydi. Uxlash kiyimlik azmatlar birga tantan qilaylik. Har birida ikkida qulni dunyoni. Yo'q! Men ilib oldim. Top kirdi.